Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun yana bir juda ham mazali va chiroyli chiqadigan, tayyorlanishi ham juda oson bo'lgan sgushonka pirog tayyorlaymiz. Ishni doimgidek xamir qorishdan boshlaymiz. 300 g unga 1 choy qoshiq razrixli sil aralashtirib olamiz. So'ng 150 g muzdek sariyog' yoki margarin solib, yaxshilab uqalab olamiz. Mana endi muzdek qaymoq solamiz. 150 ml qaymoq va 50 g shakar, 1 choy qoshiq vanilin solib, yumshoq xamir qoramiz. Qaymoqning o'rniga smetanadan foydalansanglar ham bo'ladi. Xamirimiz juda ham yumshoq bo'lishi kerak. So'ng tindirishimiz ham shart emas. Kattaroq va kichkinaroq bo'lakka bo'lamiz. Kattaroq bo'lak xamirni biroz un sepib, listimizdan biroz kattaroq qilib yoyib olamiz. Men biroz kattaroq listda tayyorladim. Kichkinaroq listda tayyorlasanglar, pirog yana ham qalinroq bo'lib chiqadi. Xamirni listga joylashtirib, chetlariga biroz qo'limizda bezak berib olamiz. Mana tayyor. Endi varenniy sgushonniy moloko solamiz. 1 banka soldim. Agar varenniy sgushonkani xolodilnikdan olsanglar, yoyilishi biroz qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun ertaroq, iliqroq holiga keltirib qo'ygan ma'qul. Ustiga esa maydalangan yong'oq sepib chiqamiz. Mana endi ikkinchi kichkinaroq xamirimizni ham birinchi xamir qalinligidek yoyib olib, dumaloq doirachalar kesib olamiz. Men qopqoqchadan foydalandim. Va bu dumaloq xamirlarni pirogning ustiga bir qator qilib terib chiqamiz. Duxovkada pirogni 180 gradusda 30-35 minut davomida chetlari birozgina qizargunicha pishiramiz. Mana pirogimiz tayyor bo'ldi. Endi buni yaxshilab sovutamiz. Bezak berish uchun ozroq shokolad eritib oldim. Sovigan pirogning ustiga xohlagandek bezak bersanglar bo'ladi. Shokolad kuygach, shokoladi qotgunicha pirogni muzxonaga qo'yib turamiz. So'ng o'rtasiga qog'oz qo'yib, chetlariga shakar upasi bilan bezak bersak bo'ladi. Mana pirogimiz tayyor. Endi buni bo'laklarga bo'lib, dasturxonga tortishimiz mumkin. Agar aytganimdek kichkinaroq qolipda pishirsanglar, yana ham qalinroq pirog bo'ladi. Menda birozgina yupqaroq bo'ldi. Lekin to'g'risini aytaman, mazasi juda ham mazali, og'zingizda erib ketadigan pirog bo'ladi. Pisochniy xamir va sgushonka yong'oqdan iborat nachinka. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Bugun bayram dasturxonimiz uchun juda ham mazali pirog tayyorlaymiz. Demak, xamiriga 400 g unga 230 g sariyog' yoki yog'li margarin solib, uqalab, kroshka tayyorlab olamiz. 1 piyoladan sal kamroq yog'li smetana, 2 ta tuxum sarig'i solamiz. 1 choy qoshiq to'la ichimlik sodasi, 2 choy qoshiq to'la shakar solamiz. Yarim choy qoshiq tuz solib, yumshoq xamir qorishimiz kerak. Agar sodani o'rniga razrixli tuz soladigan bo'lsanglar, 1 osh qoshiqda solasizlar, yumshoq xamir bo'ladi. Ustini yopib, xolodilnikka 1-2 soatga qo'yib qo'yamiz. Mana endi tingan xamirni kattaroq va kichkinaroq zuvalaga bo'lib olamiz va katta zuvalaga ozroq un sepib, katta qilib yoyamiz. Qolip yoki listga yarasha qilib, qalinligi 5-6 mm atrofida yoyib olamiz. Endi esa ehtiyotkorlik bilan juvaga qayta o'rab, kerakli formaga joylashtiramiz. Xamir chetlarini biroz ko'tarib qo'yamiz. Mana tayyor. Endi nachinkasi uchun varenniy sgushonkadan foydalanamiz. Buni videosini alohida chiqarmaganman, lekin o'tgan safar pirog tayyorlaganimda ko'rsatgandim. Uni silkasini videoning tagiga yozib qo'yaman. Sgushonkani pirogni ichiga, ya'ni xamirning ichiga joylashtirib, tekislab olamiz. Ustiga xohishga ko'ra yong'oq sepib qo'ysanglar bo'ladi. Mana endi kichkinaroq zuvalani ham qolipimizga yarasha qilib yoyib olamiz. Buni ham juvaga qayta o'rab, ehtiyotkorlik bilan pirogning ustiga yopamiz. Shu yerda juda ham ehtiyot bo'lasizlar, sababi xamirni qimirlatish juda qiyin. Chetlarini tekislab, mahkamlab yopishtirib olib, so'ng chimchilab biroz shakl bersak bo'ladi. Bitta tuxum sarig'iga ozroq sut aralashtirib, pirogning ustiga chiroyli qilib surtib chiqamiz va yog'och cho'p yoki o'tmas biror narsa yordamida pirogning ustiga biroz chiziq tortamiz. Chetlariga esa maydalangan yong'oq sepamiz va duxovkada 180 gradusda 35-40 minut davomida chiroyli qizargunicha pishirib olamiz. Mana pirogimiz pishib chiqdi. Ustiga xohishga ko'ra asal surtib qo'yishinglar ham mumkin. Yaxshilab sovigandan so'ng kesib dasturxonga tortamiz. Bu pirogni avval biroz boshqacharog'ini ko'rsatgandim. Bu gal kattaroq qilib tayyorlab ko'rsatdim. O'zi juda ham mazali, og'izda erib ketadigan pirog bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'rishlarni tavsiya qilaman, chunki bu bizning eng sevimli piroglarimizdan bittasi. Endi navbat pirogimizga. Ushbu pirogimizni ham eng mazali nachinka bilan tayyorlaymiz.
Birinchi xamir tayyorlab olamiz. Idishga 200 ml qaymoq solamiz. O'rniga smetana solsanglar ham bo'ladi. Yarim choy qoshiqdan ko'proq tuz, 3 osh qoshiq shakar, bitta tuxum va bitta tuxum oqini solamiz. Sarig'ini pirog ustiga surtgani olib qo'yamiz. Yaxshilab aralashtirib chetga qo'yib turamiz. Yarim kilogramm unga 1 osh qoshiq razrixlitel aralashtirib olamiz va 230 gramm sariyog' yoki margarin solib, urvoq, ya'ni kroshka tayyorlab olamiz. O'rtasiga esa oldindan tayyorlab olgan qaymoqli aralashmani quyamiz. Yumshoqqina xamir qorib olishimiz kerak. Xamirni ham ko'p mushlamaymiz. Selofanga o'rab, muzxonaga yarim soatga qo'yib turamiz. Bu orada esa nachinkasini tayyorlab olishimiz kerak. Bir banka varyonez gushonka, 2 ta tuxumni idishga solib, yaxshilab aralashtiramiz. Varyonez gushonka uchun silkani videoning tagiga qoldiraman. 3 ta olmani ham yupqa parra qilib to'g'rab olamiz. Xamirimiz ham muzxonada biroz tindi. Endi buni katta va kichikroq bo'lakka bo'lib olamiz. Katta bo'lakni stolga xamirga un sepib yoyib olamiz. Qalinligi 6-7 mm qalinlikda bo'lsin. Endi duxovka listiga yoyib olgan xamirni joylashtirib chiqamiz. Ichiga esa tayyorlab olgan zgushonkali aralashmani solamiz. Tekislab yoyib chiqdik. Buni ustidan parraklab olgan olmalarni ham terib chiqamiz. Zgushonkali aralashmani o'rniga yana tvorogdan foydalansanglar ham bo'ladi. Ya'ni tvorogni tuxum bilan aralashtirib quyasizlar. Mana olmalarni terib oldik. Xohishga ko'ra yana ozroq mayiz yoki yong'oq sepishinglar mumkin. Chetroqqa qo'yib turamiz. Ikkinchi xamirimizni ham birinchi xamir qalinligidek yoyib olamiz. Mana 5 mm qalinlikda bo'ldi. Endi o'sha yoyib olgan xamirimizdan uzunchoq lentalar kesib olamiz. Lentalarni esa pirogning ustiga terib chiqamiz. Xohlagandek shaklda tersanglar bo'ladi. Mana men rombik shaklini chiqarish uchun avval ko'ndalang tarzda lentalar terib chiqdim. Mana shu holatda hamma lentalarni pirogning ustiga terib olamiz. Pirog chetlarini esa qo'limizda chimchilab bo'kib chiqamiz. Agar xamir cheti ko'proq qaytarilgan bo'lsa, chimchilagan joylar ham chiroyli bo'ladi. Tuxum sarig'ini esa pirogning ustiga hamma joyga birdek qilib shotka yordamida surtib olamiz. Duxovkada 180 gradusda 45-50 daqiqa pishirib olamiz. Mana pirogimiz pishib chiqdi. Endi buni yaxshilab sovutib, kesib dasturxonga tortishimiz mumkin. Конечно. Бери, а. Мама, а что не правильно? Что, малышечка? А не дает. А что ты хочешь? Что ты хочешь? Ага,
красиво. Очень красиво. Вот. Отбирай. Чётко. Побольше красиво. Вот так вот нужно дочитать. Да. Хочешь света не хочешь? Ну, сделай с кремом. Да. Вот желтенький. Вот желтенький. О, да. Ты любишь розовенький? Да. Да, что? Да, что? Да, что? Да, так, вот так, вот так, вот так. Да. О, готово? Нет, да. Нет, ничего, это не будет считать, хорошо? Да. Итак, все. Почему мне... А есть